Mobilograflar, stabilizatorlarni yangilash vaqti keldi. DJI Osmo Mobile 7 hamda 7P. Nimaga bu stabilizatorlarni xarid qilishingiz kerak? Ikkalasini ham to'liq akkumulyator bilan 10 soatgacha to'xtovsiz video syomkada ishlatsangiz bo'ladi. Kichkina va ixcham dizayn olib yurish uchun juda ham qulay. Buni komplektida tripodi bor, tripodda stabilizatori tegidan chiqadi. DJI Osmo Mobile 7 da selfie palkasi yo'q, Osmo 7P da esa selfie palkasi bor, uzunligi 21,5 cm. Osmo 7P multifunksional moduliga ega. Bu modulda siz projektor hamda kameraga ko'zingiz tushishi mumkin. Undan tashqari bu modulli kamerasi face trackingni amalga oshirish uchun juda ham qo'l keladi. Projektori bicolor yonadi hamda 4 xil bosqichga yarqisi ko'tariladi. Bu nafaqat stabilizator, sizga powerbank vazifasini ham bajarib bera oladi. Chunki 10 soatgacha yetadigan batareykasi telefoningizni bemalol quvvatlab bera oladi. Qolaversa, bu modul bilan DJI Mic Mini mikrofonni bemalol ulab ishlata olasiz. Osmo 7P ni modulidan foydalangan holatda bu belgini ko'rsatsanglar, zaps barcha programmalarda boshlanadi. Hamda bu belgini yana davomiy ko'rsatsanglar, bu zaps tugaydi. Bu belgini ko'rsatsanglar, face tracking faqatgina menga qaraydi, men bilan bir xil harakatlanadi. Osmo 7 da esa faqatgina bu programmalar DJI Mimo orqali bo'ladi. Bu ikkala stabilizatorni 1 yillik kafolat va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish. Qolaversa, naqd hamda nasiya savdoga Fotobay do'konidan xarid qilsanglar bo'ladi. Barchalarni Fotobay do'konida kutib qolamiz.